Assalomu alaykum aka. Mana darvoza. Eni balandligi 1,5 metr, uzunasi 7,5 metr, darvozaning toza proyomi 5 metr. Mana shovni germetikalar bilan qilingan. Millimetrigacha mana ko'rsa bo'ladi. Boshidan oxirigacha tekis qilib stenti qo'yilgan. Bitta ham pogreshnisi yo'q. Darvozamizning asosiy yuradigan rolik yuradigani mana shu yerlardan qilingan. 1,5 metr fundamentga o'tkazaman, o'rgin qilib. Peshkalarini ham yasaganman, rolikli yuradigan joyini. Darvozam 250 kilovatda общий заполненияsi bilan подшипникlar вообще saryoqda yuryapti. Bugun uстановка qilib, mana bu yerga tekshirib ko'ramiz. Xudini shunga qarab mana baho bersanglar, 250 kilo. Mana даже mana ulangan joyi, ichini ham chaqlaganman. Chotki qilib rolik sakramayapti. Shunga menga o'tga menimcha 7 ta kerak bo'ladi anaqalardan. Zubчатый reykadan. O'sha 500 kilo menimcha bo'lsa kerak bunga.